Bugungi kunda ko'plab odamlar safar qiladi, chegaralarni kesib o'tadi va yangi imkoniyatlarni kashf etadi. Ammo sayohatlar bilan birga sog'liq uchun xavf ham bo'lishi mumkin. Shunday xavflardan biri OIV infeksiyasi. OIV nima? OIV bu inson immunitet tizimini zaiflashtiradigan virus. Uning oxirgi bosqichi AIDS deyiladi. Qanday yuqadi? Virusli qon bilan aloqa tekshirilmagan qon, umumiy shprits, himoyalanmagan jinsiy aloqa, napok sterilizatsiya qilinmagan vositalar. Qanday yuqmaydi? OIV quchoqlashish, qo'l berib ko'rishish, birga ovqatlanish yoki hasharotlar orqali yuqmaydi. Oldini olish. Muntazam tibbiy ko'rik va OIV testi. Har doim prezervativdan foydalanish. Faqat steril shprits va asboblar. Shaxsiy gigiyenaga rioya qilish. Xulosa unutmang, sog'liq eng katta boylik. O'zingizni himoya qiling. Yaqinlaringizni asrang, sizning sog'lig'ingiz o'z qo'lingizda.